Janglardan charchadim. Boshqa davlatlardan aholi olib kelaman. Listening to your heart pump out some. Reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain. Listening to your heart pump out some. You so mean. She's so perfect. Blah blah blah. Oh, how I wish you were. Короче, Sabaga qo'shilishi kerak. Ya'ni bizning banditlar qo'shimizga, mafiyamizga. Bizga qo'shil, sen juda ham kuchli odamga o'xshaysan. Bizga qo'shsang, sen juda ham zo'rlasanaveramiz. Короче, zo'rga ketasan. Lekin men bo'micha ko'tarilmoqchiman, bratan. Men sizlarga qo'shilmoqchi emasman. Nima deding? Sabaga qo'shilishi shart va majburiy. Assalomu alaykum, brat. Qarang, qoralar sardori Maki kelyapti. Nima? Kim u Maki? Maki kim? Nima bo'pti? Assalomu alaykum. Bu yerda nima bo'pti? Alaykum. Assalomu alaykum. Yana sen ishlaring boshladingmi? Yo'q. Men xushtasha qilmadim bu bolaga. Sen shoda turturlaring. Sen ham shoda o'tirib askar. Qoralar sardori ketdi. Sen yana o'sha ishlaring boshlading. Men senga o'tgan safar ogohlantirdim. Nima bo'ldi? Gaplar nima bo'ldi? Bu bola meni anaqa qilmoqchi, o'ziga qo'shmoqchi dedi. Men yo'q desam, bu meni urmoqchi edi ekan. Yursin, nima bo'ldi? Yursin, meni kechiring, janob. Chiqib tur. Xo'p, Chiq. obunachilar bu bola kim bu? Men senga Bu bola qanaqa bo'ldi? lekin sen yaxshilikni tushunmas ekansan. To'g'rimi? Ma'nosini ol. To'g'ri. Nimalar bo'lyapti? Salli. Janob, Men seni o'tgan safar boshlig'ingga ham senga ham tushuntirgan. Salliga gapirmas ekan. buni tuxum bo'lib o'xshayapti. Bugundan boshlab hech kim qolmaydi. Askar, sen bu yerda qolasan. Bu yer kimdir kelsa, bu yer yopildi deb aytasan. Senga ishonaman. Shu yerda qol. Yur orqamdan. Janob, iltimos menga tegmang. Yur orqamdan, senga tegmoqchi emasman. Xo'p, janob. Men o'rsin. Yur. Yur orqamdan. Bas. Sar bo'lmasa. Ketdi. Janob, Sen o'zi kimsan? Kim bo'lib ishirding bu yerga qatdan kelib qolding? Seni oldin hech ko'rmagan ekanman. bo'mish edim, bo'mish. Bo'mish? Ha, Mayli, yura qol. Janursin, bu bola kim, do'stlar? Men ham oldin meni ham asli tegim boshqacha bo'lgan. Shuning uchun seni ham ustingdan kulmayman. Bu yer meni hududim. Qo'rqma. Uyimni oldida. Janursin. Do'stlar, bu buyumlar necha pul kelishini bilasizlarmi sizlar? 64 stak almas. To'xta. Yo'q. To'xta. Janob, To'xta. Sen kim bilan boydan beri gaplashyapsan? Kamerang yo'qmi? To'xta, menga ko'rsat. o'zimga o'zim gaplashyapman. Shunaqa jin odating bormi? Ha, endi Mani oldimda bunaqa qiluvlaring qilishga jur'atingmi? xo'p. Salom jamoa. Assalomu alaykum. Bular kim? Bular mani hozirchalik yordamchilarim. O'tirsam bo'ladimi? Yangidan olib keldingizmi? Ha, o'tir joyingga. Rahmat. Nima qilib stol ustida o'tiribdi bu? Xo'p. Janob, ozgina xursandchilik qilayotgandim. Chiq tashqariga chiq ol. Mana bu kiyimlarni ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Bularni necha pul turishini bilasan? Yo'q, bularni birinchi marta ko'rishim. Axir bo'lmayman.
bo'lmishman deyaverma. Janob, menga nimadir gapingiz yo'qmi? Mana buni oldi, menga qayta men bo'lmishman dema. Hozir 5 minut. Jiyan ursam. Bu bola jinnimi? Obistasda bir kunda jin ursin. Mayli, tezroq yoraylik. Janob, rahmat, nima qilishim kerak men endi? Hech narsa qilishing shart emas. Xohlasang mani territoriyamga qo'shil, ya'ni qoralar bayrog'i eshitganmisan? Yo'q. Yo'q, Bo'lmasa senga tushuntirib o'taman. O'tir. Xo'p. Yarim yilcha oldin bir kichkina qishloqda bir bobom va akam, men va bir bobom bo'lar edi. Lekin qishloq ahli bizni chiqishtirmadi. Bizni o'zidan o'zi har qanday muammolar bilan bizni qishloqdan haydashga urinishadi. Biz chidadik, lekin o'zidan o'zi bizga tuhmatlar qilib jang qo'zg'atishdi. Men ularni urdim, himoya qilaman dedim bobomni. Lekin ular ustimdan yozib, uyimga davlat odamlari, qanaqadir pulga sotilgan soxta davlat odamlari deyilgan qurolli mafiyabozlar keldi. Ular meni bobomni otib o'ldirib ketishdi. Tushunasizmi? Juda ham bo'lgan ekan, janob. Bobomni o'ldirishdi. Biz boshqa qishloqqa bordik. U yerda ozgina pul topdik, ishladik, lekin u yerdagi odamlar bizni kimligimizni tanib qolib, u yerdan ham qo'yishdi. Keyin bizga bir qishloq aholisi yordam bering deb so'rashdi. Biz jangda qatnashdik va jangda biz g'olib bo'ldik. Lekin keyingi jangda ular ko'payishib keldi. Ularni qirolini yengish oson bo'lmadi. Aholimni yarmini qirib tashladi. Lekin jangda yutdim va bu qishloqqa kelganimga endigina 2 hafta bo'lgandi. Qishloq ahli meni taniganda hammasi qo'rqardi, chunki bir o'zim akam bilan butun boshli 1000 tadan ortiq jangdagi askarlar bilan urushganman. Shuning uchun hamma mendan qo'rqadi. Buni ishlatsam nima bo'lishini bilasanmi? Eshitganmisan? Yo'q. Xo'p desang, seni ham o'zimni qatorimga qo'shaman, qoralar. Xo'sh, bu gapga kelsak, siz meni qutqarib qoldingiz va pul berdingiz. Buning uchun rahmat albatta va men sizga qo'shilmoqchiman. Qo'shilasanmi? Ha, qo'shilaman. Bugundan boshlab sen ham anusan. Bizni qatorimizda ham. Mana bu bitta kiyimni olganda ayo chetdan o'zingni kravatingni ol. Xo'p, Bu senga bugundan boshlab. rahmat. Mana bu qilich va o'roqlarni qo'yib qo'yay. O'roqni qo'yib qo'yapman. Mayli, senga olaver. Rahmat. Shuncha narsa. Uyga chiqib qoldi. O'rog'ing tushib qoldimi? Ha, siz Avval. menga yarashdimi, janob? Juda ham yarashdi. Rahmat. Mana bu qo'limdagi narsani qaranglar. Xo'p, endi nima qilay? Hech narsa qilishing shart emas. Xohlasang u yoqdan o'zingni mana buni ol dedim senga. Bu ham menga. Qilich faqat qo'yib qo'y. Qilich faqat akamniki bu yerda. Akamning narsalari ham bor. Hozirchalik akam ketganlar. Va men boshlanib xohlagan ishingni qilaver. Meni esa boradigan joylarim bor.
Endi mana qo'ya do'stlar, men o'zimga uy sotib olaman. Bu Juda odam ham bo'lsa qo'rqib ket. juda ham sovuq edi. Jennerson mana bu joydan qutuldim va nihoyat ketdim men. Va nihoyat kim mani urdi? Janob, Birov man urib yubordim, uzr kesib tashlasiz. menda hali do'stlarim qolmagan bo'lsa. Jennerson, do'stlar, men hozir olib olishim kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir menda bir stak anaqa bordi. Stop, sani man tanirdim, lekin nimaga olmos kiyimli kiyib oldingsan? Chunki men qora mafiyasiga qo'shildim. Nima? Mayki qoralar mafiyasi Mayki qatoriga qo'shildingmi? Ha, mana bu o'roqni ko'ryapsanmi? Bu Mayki yengilmas Maykiniki-ku. Bor chiqib ket, mani boshimga urbat kerak emas. Men sendan qo'rqaman, nimadir bo'lsa meni o'ldirib ketishadi, yo'qol. Jennerson, sen menga gapiryapsanmi? Hozir men hamma komanda bilan seni o'ldirishga boraman. Iltimos, menga shart emas. Qara, korobkani Ham kerak emas. Yo'q, doskani beraman, sen menga pulini berma. Pulini ber. shu kunlari beraman, lekin korobka kerak emas. Iltimos, meni tinch qo'y, meni o'ldirib ketishlik kerak emas. Jennerson, mayli ber. Bor Yo'q. bitim shu. Bor bitim shu. Iltimos, meni tinch qo'y. Kema boshqa. Mayli. Jennerson, do'stlar, bu nima deyapti o'zi? Qanday shuncha pul berib yuborishi mumkin? Mayli, endi men bu pullarga uy sotib olishim mumkin. Qayerdan uy sotib olsam bo'lar ekan? Hozir o'ylab ko'rishim kerak. Tak. Kim u? Voy. Qalaysan, Jitil? Voy, bunaqa ovozli kiyimlarni qayerdan olding? Jennerson, o'tgan safar bir qatiq non bermaganni esingdami? Ke, qattiq boshingga chapiyman, yur, bo'ldi. Ey, sen shundasan, men qoralar komandasiga qo'shildim. Ko'ryapsanmi? Nima? Maykini komandasigami? Ha, hozir seni o'ldirib olishi mumkin shu joyda. O'ldirma, iltimos, kir ichkariga, gaplashamiz. Qalaysan, brachka? Короче, senga bitta gapim bor. Agar yana bu mujlarni haqorat qilsang, o'sha kuningda o'ldim deb hisoblaver, shunding? Bo'ldi, boshqa qilmayman. Mana bu kiyimlaring nechi pul turadi? Vashi zo'r-ku. Sani Mayga qanaqa qilib oldi jamoasiga? Kamdan kam olgan ularni-ku. Mayki meni qutqarib qoldi va u meni xohladi va men unga mayli deb kirdim. Yaxshi. Iltimos, kerak emas. Pulga sandaqalardan 5 tasini sotib olaman, shandaqa uylardan. Bo'ldi, meni sotib olasan, ber pulni. Yo'q, kerak emas, короче. Men ketdim, shuni aytib qo'ymoqchi bo'lganim senga. Bilding, endi sara vo bo'lib ketibsan. Mayli, yo'qol qaytib kelma. Do'stlarga gaplashib o'tiramiz. Men bulardan qasdim oldim va endi men o'zimga tepadan uy olishim kerak. Endi men o'zimga tepadan uy olaman, ketdim. Ya'ni yaxshiyam Mayki meni o'zini jamoasiga qo'shdi. Men unga endi har doim sodiq bo'laman. Chunki u endi meni do'stim. Yerdan chiqish juda ham qiyin lekin. Tak, uy sotilyaptimi? O, salom. Assalomu alaykum. Kirsam maylimi? Kiraqa mayli ukam. Nurim bo'ladi endi. Men nurim bo'lib turibman ukam. Xo'p, uyda necha pulga berasiz? Uyga oldin san qo'rqotdaligin ukam. Keyin men bilan bemalol so'raysan o'zingdan kimdir yasolma menga. Mayli, jiyan, bu qanaqa bola bo'ldi?
Yaxshi. Men ko'rib chiqdim. Mani hozircha stavkam 1 stak almas bo'ladimi? Nima? 1 stak almas bo'ladimi stavka? 1 stak almas ukam, usti boshingga qarab menga muomala qilsanmi? Men usti boshimga qarab muomala qilgan. Voy, 3 stak almas qanday tushunding? Jiyan ruxsat. Hozir 5 minut. Jiyan olsun, sen o'zingdan ko'r endi. Sen meni kimga qo'ylaring? Bu kim? Sen meni kimga qo'ylaring? Men qo'rg'onlar komandasidanman. Nima bilasanmi ular meni aldashganiga nima qilishini? Nima qo'ralar komandasi? Maykini komandasisan. Ha, sen hozir bir sir ko'rishing mumkin. Ha, ko'ring. Yo'q, kerak emas. Senga uy, hammasi senga. Sandiqda kaliti bo'lishi kerak. Mayli, men ketdim. Va o'zingga ol. Ey, qanisan? Yemursan, meni lo'q qilmoqchi bo'ldimi bu hozir? Uni 1 sekund to'ldirishi mumkin. U buni bilmasa kerak. Mayli. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men master bo'ldim va bu hayot ikkinchi qismini Mayki bilan olishga qaror qildik. Mayki salomlash qo'ying. Hammaga xayr obunachilar, sizlar bilan Mayki bo'ldi. Hammaga xayr.